Uyg'ur yozuvchisi Yasinjon Sodiq Cho'g'loniyning Jallod Xinim nomli tarixiy romani. Bu roman Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'rida anglitildi. Alshohbeg soy o'tirsidagi iqimni egallashda bir qadam kechikib qilib, qanchalik pushaymon qilgan bo'lsa, necha kundan beri shuncha undabmi jangga chiqarilmagan xon lashkarlardan xotirjam bo'lib, su halakchiligida bexotlashib, yovning ahvolini kuzatib, xabar elib turishni bo'shashtirib qo'yganligidan mana endi shunchalik pushaymon yemakda edi. Mana hozir o'ylamagan yerdan chiqib, xon lashkarlari ularning qarorgohiga xuddi qo'y qutuniga itilgan bo'rilardek bostirib kelmoqda edi. O'zi tosh sanab bo'g'icha endi qush mirzining qom sanab, xuddi avliyodek hukm chiqarib, har bir ishda o'zidan bir qadam oldida mangadigan donishmandligiga yana bir qatim qo'l qo'ydi. Lashkari ilmda o'zining endi qush mirzidan xeyli xom ekanligini e'tirof qildi. Shu topning o'zida jangovarligini butunlay yo'qotgan lashkarlari bilan g'ayrat jasorati urg'ib turgan xon lashkarlariga taqobil turish to'limi nodonlik edi. Chekinish. Faqat chekinishlar halokatdan qutulishning birdan bir yo'li edi. Ammo shiddat bilan bostirib kelayotgan yovning changildan omon eson qutulib chiqishmi o'ncha oson tushmaydi. So'pi lashkarlar allaqachon terib yeran bo'lib ketgan bo'lib, ularning lashkari qaysi, sarkardisi qaysi ilg'i qilib bo'lmaydi. Chunki Molla Soqi bilan Molla Naqi lashkarlarini tashlab qo'yib, eng avval o'zlari qo'yrig'ini hadi qilgan edi. Faqat Qashqarning muntazam lashkarlar o'z qo'shinining to'g'i atrofiga jam bo'lib, sarkardalarning boshchiligida qarshilik ko'rsatgach, tartiblik chekinayotdi. Xon lashkarlari ularni so'gatkicha surto'qay qilgandan keyin ondan bo'ldi qilishdi. O'z vaqtida o'z qo'li bilan tarbiyalagan Alshohbeg, Alqulbeg aka-uka sarkardalarni endi Qush mirzo nima uchundir ayab, yana bir qatim chiqish yo'li qoldirishni ko'zlab, sarkarda lashkarlariga mag'lub bo'lgan qochqin qo'shinni qo'g'lashni to'xtatishga farmon tushirgan edi. Alshohbeg qirg'indan orom tasti qutulib, bir qismi o'lib, bir qismi qechib eshib qolgan 5000 ga yaqin lashkarni agashtirib, qosh qarayganda Yangisor qal'asiga yetib keldi. Qal'a darvozasiga sepil ustiga qadalgan xon lashkarlarining tug' almini ko'rib, o'zining yov bilan jang qilishini o'ylab, Yangisor qal'asini qo'dashga sal qarg'anlikdan yana bir qatim pushaymon yeb, hasrat chekib ketdi. Shahzoda Yo'lbosxonning so'yirganligidagi butkul Qashqar zaminni endi Qush mirzo butunlay tasarrufiga elib bo'lgandek tuyg'uga kelib, yuragi ansiz so'qib ketdi. Endi Qush mirzo degan qovturga qachonlarda egilib olganda bu qal'ani. Ularning orqimiz tarafga o'tib olganini ajab tuyma qapmiz ya, dedi Alqulbeg g'azabdan bo'g'ilib. Qarab turmay, hujumga tortib olaylik aka. Nemimiz bilan tortib olamiz eni, dedi Alshohbeg hasratlangan holda urib va eniki bilan orqasidagi yer poldan ketgan ruhi to'lib tushgan lashkarlarni ko'rsatib turib. Mono abjig'i chiqib ketgan lashkarlar bilanmi? Eng yaxshisi izzatimizni qilganni bilib, Qashqarga ketib olaylik. Nima deganlari bu aka? dedi Alqulbeg sal terik. Bilmidimmi eni? dedi Alshohbeg inisiga qarab. Endi Qush mirzo o'z vaqtida bizga sondirgan ajrni demagan bo'lsa, Mono lashkarlarimizmi tamomiy qirilib tugigan, ham biznimi heligacha omon qo'ymagan bo'ladi. Bizning yuz xotirimizni qilib, ham Shahzoda Yo'lbosxon oldidagi yuz obro'yimizning butunlay to'kilib ketmasligi uchun orqamizdan qirchab qilib bostirib kelayotgan sarkarda lashkarlarini darhol to'xtatib oldi va chekinish yo'limizni butunlay uzib tashlamadi. Bo'lmagan bo'lsa, aka-ini ikkimiz o'zimizni heligacha otning ustida emas, boshqa yerda ko'rgan bo'lardik. Eng yaxshisi Yo'lbosxonning burchini tatmay Qashqarga qaytib olaylik. Qoldi ishlarni keyin bir nim deyishamiz. Ular Yangisor qal'asi bilan qiymagan holda
ün-tinsizda xo'shlashdi. Otlarning beshini Qashqar tarafga boradi. Anglayotganlar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Hinduqush Mirza mag'lub bo'lgan aka-uka sarkardalarning Qashqarga omon-eson qaytib berilish uchun fursat yaratib berish maqsadida lashkarlarni iditlash bahonasi bilan shu kuni Soydan medirladi. Atsi osh vaqti bilan yo'lga chiqishga taraddudlanib turib, bargohi oliga xos mahrimi kirib keldi. Ma'lum bo'lg'ay, Ostondan xon oliylarining farmonini elib, Shahzoda Nurdin xon bilan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon pir buzuruk hazratlari keldi. Hinduqush Mirza bu tasodifiy xabardan bir oz taajjublandi-yu, ortiqcha o'ylanib to'may ularning oldiga istiqbolga chiqdi. Qarorgoh sirtida Nurdin xon 5 nafar xos navkar bilan, Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon 5 nafar sufiy darvishlar bilan Hinduqush Mirzani kutib turardi. Hinduqush Mirza ular bilan salom sohat qilishib, ahvol so'rashgandan keyin bargohi oliga boshlab kirdi. Shahzoda Nurdin xon bilan Xo'ja Abdulla Eshonni to'rga boshladi. Uninggacha Farmonchibek xon yorlig'ini jakarladi. Farmoni oli Hinduqush Mirza qatorliq barliq cho'ng kichik sarkardalar qo'l bog'lab turishdi. Farmonchibek shahoni qopchug'idagi qog'ozni elib o'qishga boshladi. Yorliq, Menki yakan Saidiya saltanatining xoqoni Sultan Abdullah xon shundoq yorliq qilamanki, Janobi Amir Kabir Hinduqush Mirza farmonga binoan Qashqarga jazo yurish qilib ko'p riyozat chekdi. Saltanatimizning tavarik peshvo bahodirlarining yashinib qolganligi sababli lashkari yurishlarda ortiqcha riyozat chekmagan. O'rniga qaytib kelib, xonligimizning lashkari ishlariga fasibana bo'lib turgan. O'rniga Shahzoda Nurdin xon osiylarga jazo yurish qiluvchi qo'shinning amir lashkarlik ishlarini jo'n qurg'ay. Muhtaram Pir buzuruk Xo'ja Abdulla Eshon hazratlari Shahzodaga odillik bo'lib, Qashqardagi ra'yatning shikastlangan ko'nglini orom topqizg'ay. Ozg'unlarga rahnamin bo'lg'ay. Malika muhtaram xonim Amir Kabir janoblari bilan o'rniga birga qaytib kelgay. Yorliq tamom, assalom. Ana hazratimning mehr shafqatiga ashqallah, dedi Hinduqush Mirza yorliqni qo'liga olib. Malika muhtaram xonimning xon lashkarlari bilan billa Qashqarga borg'usi bo'lsinmi? Xon yorlig'iga qarshi chiqishga petinolmay, Hinduqush Mirza bilan shu kunila ostonaga yurib ketdi. Aslida Sultan Abdullah xon cho'ng o'g'li Shahzoda Yolg'iz xonni vali ahdlikdan qoldirib, Qashqarning noib amirlik martabasini elib tashlagandan keyin ikkinchi o'g'li Oqsuning noib amiri Shahzoda Nurdin xonni vali ahdi deb jakarlab, Qashqarning noib amirligiga belgilab yorliq tushirib, uni Oqsudan qaytarib kelgan edi. Vali ahdi bo'g'ichni noib amir qilib belgilash Saidiya xonlarining an'anasiga aylanib qolgan edi. Shahzoda Nurdin xon yorliqni topshirib olibla yo'lga chiqib, Avat, G'orichil, Pichoq sundi, Tumchuq, Maralbeshi, Oqsoq Maral, Seriq Buya, Shehidtung, Xongdi, Ilishqu qatorliq yakan daryo vodisiga joylashgan yurtlarni kesib o'tadigan Oqsudan Ostonaga akiladigan udul yo'l bilan tezda yetib kelganligi uchun Abdullah xon uni Qashqarga to'xtatmayli yo'lga solgan edi. Amiri Kabir Hinduqush Mirzani yorliq tushirib, o'rniga qaytarib kelishida buningdan boshqa cho'ng sababmi yo'q edi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon bo'lsa, bir kecha itikobda o'tirib, avliyo mashayixlar bilan muloqotda bo'lib, avliyo anbiyolardan Shahzoda Nurdin xonga hamroh bo'lib, Qashqarga berish haqida bishorat olganligini Sultan Abdullah xonga aytganligi uchun Abdullah xon uni Shahzodaga otoliq qilib belgilab, Shahzoda bilan Qashqarga berishga ijozat qilgan edi. Shunga o muxlislari orasidan kuch-quvvati urg'ib turadigan 500 nafar sufiy darvishni agashtirgunicha Shahzoda bilan birga kelgan bo'lib, uning nima uchun Qashqarga berishni xohlab qolganligini o'zidan boshqa hech kim bilmaydi. Amdili 30 yoshning qarisini olgan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon 1646-yili o'lib ketgan Soqiya sulkining peshvosi
Xo'ja Shodi Eshonning yetim qolgan ikki maxtumzodasining cho'ngi edi. O Xalifa Said Muhammad Xo'janing tarbiyasiga cho'ng bo'lib, ahli suluk ilmida kamolatga yetib, Yakin Saidga xonligi tavasidagi Ishoqiya sulkidagi qori tog'liq murt muxlislarning mashhur pir uzuriga aylangan edi. Bu maxtumzodiga Sultan Abdullah xonning qo'l berib murt bo'lgan bo'lib, o'rnida alohida hurmat martabasi bor edi. O buningdan bir necha yil avval aloyitin oqsug'i berib, suluk tavratkash Shahzoda Nurdin xonni ahli sulukka da'vat qilib, o'ziga murt qilib ulgurgan edi. Shahzoda Nurdin xon bilan maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshon Amir Kabir Hinduqush Mirza, Malika Muhtaram xonimlar bilan xo'shlashiblar, asirga tushgan Qashqar lashkarlarini xon lashkarlari orasiga tarqitib, jazo yurish qilguvchi qo'shinni boshlab Qashqarga qarab yo'lga chiqdi. Yenisarda oldiga istiqbolga chiqqan sarkarda Shar'ali Bahodirni yanala Yenisar qal'asini saqlashga qoldirib, safarini davomlashtirdi. Xuftan bilan Qizil daryosini tushkun qildi. Ertasi osh vaqti bilan Qashqar shahriga qarshiliqsizlik kirib keldi. Aslida Shahzoda Yo'lbosxon bu qitimqi qattiq mag'lubiyatidan Qashqarni saqlab qolishga ko'zi yetmay, qoldi qattiq sarkarda lashkarlar bilan bola chaqinlarni agashtirib, o'yratlardan panohlik tilib, oldi burun ketib qolgan edi. Taxas bo'lsa, ey muhtaram valiahd. Aqllari Shahzoda Yo'lbosxon ketgan bilan shaharda aqllarini yo'ldan ozdirib, janobi Padri Xaqonga boykot qilishga quturatgan ozg'un, nokas ag'yarlar teqibodir. Bu mulhid mutlatlarni jazolamay turib, saltanat va ra'iyatga xotirjamlik yo'qdir, dedi Xo'ja Abdullah Eshon Andili o'rniga joylashgan Shahzoda Nurdin xonga aql o'rgatdi. Ras, shunda qilayli. Men hozirla farmon jakarlay janobi professor, dedi Shahzoda Nurdin xon sharob xumorini besib qoldirib, ner virsini o'ylab o'ltirmaydi. Shunda qilib, Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshonning aql ko'rsatishi, Mayxur Shahzodaning farmon tushirishi bilan Xo'ja Abdullah Eshonning boshchiligida osiy murtatlarni jazolash, fosiq qadamini tozalash maqsadida Qashqar shahrida bir kun qirg'in bo'ldi. Gerçi bu qirg'inni Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshon ashaddiy raqibi, Ishqiya sulkining peshvosi Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning murtlaridan o'ch elish maqsadida planlab ro'yobga chiqargan bo'lsa-mu, Shahzoda Nurdin xonning osiylarni jazolash haqidagi farmonida osiylarni o'ltirib tugatuvchilarga ularning mol-mulki in'om qilindi degan mazmun bo'lganligi uchun to'polondan to'g'ash o'g'irlab, haramdan mol-dunyo yig'ish maqsadiga yetmoqchi bo'lgan bir qism oshko'z, qorniyat sarkarda lashkarlar oldiga uchirganligi begunoh Qashqar aholisini qarib tashlab mol-mulkini bo'ladi. Xo'ja Abdullah Eshon boshlab kelgan 500 dan ortiq ashaddiy Ishoqiya mo'tlari eng oldida jallodlik vazifasini o'tabmoqdi. Minglagan Qashqar xalqi ahli suluk g'avg'osining begunoh qurboniga aylandi. Qashqar shahrida qon eriq bo'lib oqdi. Maxtumzoda Xo'ja Abdullah Eshon bo'lsa Qashqarda Ishoqiya sulkining kuch-qudratini namoyish qilib, bu qatim to'liq buxodin chiqdi. Ishqiya sulkining peshvosi Xo'ja Hidoyatulloh Eshonning kuch kurtishi bilan ko'tarilgan ota bola o'ttirsidagi bu taxt talish mojarosida Ishoqiya sulki ustunlikni egalladi. Urush boshlanib oxirlashquchi bo'lgan bir hafta ichida jangda o'lganlar, issiq o'tib ketib kasallik sababidan o'lganlar va Qashqardagi qirg'inchilikda o'lganlar bo'lib, eng oz deganda 10 mingdan ortiq lashkar va Ishqiya sulkidagi begunoh xalq aziz jinidan ayrildi. Ularning gunohi faqat Saidiya xonligini qo'g'dash uchun lashkariy majburiyat o'taganligi va nodonligidan sulukka kirganligidan iborat edi xolos. Ayni vaqtda bu fojiani o'z ko'zi bilan ko'rgan mashhur tarixchi, Ishoqiyachi sulkining sadoqatmand murti Shoh Mahmud Cho'raz Tavrix nomli mashhur asarda zo'rlik, o'ktamlik va qirg'inchiliklar kishilarni tasvirligisiz qiyin holga tushirib qo'ydi deb odillik bilan yezib qo'ydi. Anglayotganlar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 4-bob.
titragansiz. Milodiya 1666 yil Kashkuz. Qashqar. Bir qatimliq dahshatli qirg'inchilik paydo bo'lgan azizona Qashqar aholisining ko'ngil jarohati saqayish tugul. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonning ashaddiy soqiyachi murtlari tarafidan rahimsizlik bilan ochiq-ochiq tatlanib, texmi bak shalvarab ketdi. Chunki Qashqar shahrida qurtik mig'ildab ketgan soqiya sulkining xufiya payloqchilari Shahzoda Nurdinxonning otoligi ham pir ustozi bo'lish salohiyati bilan homiylikka erishgan Maxtumzodasi Xo'ja Abdulla Ishonning yo'l ko'rsatishi orqali o'z sulkidan yenib, soqiya sulkiga kirishga unamagan sulki ishqiya murtlardan kuniga oz deganda birining kallasini olardi. Bu vahshiylikdan vahimaga tushgan Qashqar xalqi xotirjam bozorga chiqolmaydi. Ikki odam bir yerga kelib erkin ozoda muңlisholmaydi. Ostondagi cheg'ida Sulton Abdulloh xonning saltanatini suluk mazhabdan mustasno tutish siyosatining ta'sirida hokimiyat ishlariga aralashishga, qo'l tiqishga amalsiz qolgan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishon mana endi barliq orzu umidini vali ahdi Shahzoda Nurdinxonga bog'lagan edi. O ataliq martabasi, pir buzruklik salohiyati bilan bir tarafdan Nurdinxonga turlik maslahat, tadbirlarni ko'rsatib, muddaosini ishga oshirsa, yana bir tarafdan til yog'limilik vositasini qo'llanib, Shahzoda Nurdinxonni maqtab ko'k ko'tarib, ko'nglini butunlay degidek o'ziga moyil qilishga urinadi. Shahzodaning har bir harakatini, so'zlarini, xuy-paylini, odatlarini ulug'larning, avliyo anbiyolarning, hatto payg'ambarlarning fazilat, xuluq mijoz, ish amallariga tasdiqlab holi qolmaydi. Ataligi bo'lmish bu pir buzrukning bu maqtash loplariga chin tutib qolgan Shahzoda Nurdinxon xo'shalligidan o'zini qo'yarga yer topolmay qoladi. Qashqarning hokimiyat ishlarini bu shirin so'zlik ishonga tashlab berib, o'zi haramda kinizaklar bilan ishqivozlik qilib, ba'zi so'rinlarda may sharab ichib, mas alas yuradi. İşan bo'lsa Shahzodaning har kuni o'rnidan ayrilmay, yurtarchilik tezginini adolat bilan tutib o'tirib, Qashqar xalqiga cheksiz mehribonlik bilan ko'ngil biliyotganligi, yurt makonlarni qaytadan ovotlashtirib, xalq turmushini yaxshilab, elning ko'nglini tinchitganligi haqida bir talay yolg'on yovdoqlarni to'qib, Sulton Abdulloh xonga haftada bir qatim degidek ma'lumot yo'llaydi. Qilgan ish amallarga loyiq maqtanish albatta yaxshi ish. U maqtuvchining yaxshi ish amallarini davomlashtirishiga turtki bo'ladi. Ammo o'zida yo'q sifatlar bilan maqtanishga noil bo'lib, buningdan cheksiz huzur his qiluvchilarning ko'pinchisi Ahmad, Ma'madon kishilardir. Shahzoda Nurdinxonmo ana shunday kishilarning jumlasidan edi. O Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Ishonning o'zini ziyoda maqtab, nersi İskender Zulqarnayn, Hazreti Ali Shohi Mardonlargacha, birisi Sulton Said Xon, Sulton Abdurashid Xonlarga taqqoslab uchirishlardan xudini yo'qitib, o'zida ularni eshib tushgidek bahodirlik, istidod, qobiliyat borligiga cheksiz ishinib, qo'shni al-Anjonga lashkariy yurish qilib, uni Saidiya saltanatining tasarrufiga elish orqali o'sha buyuk sarkardalarni besib tushadiganligini amaliyotda isbotlab, texmi zo'r shon-sharaf quchqisi keldi. Bu orzu maqsadini ataligi Xo'ja Abdulla Ishon pir buzrukqa bildirishga oldirib, darhol dadisi Sulton Abdulloh xonga Anjonga yurish qilish to'g'risida ma'lumot sundi. Sulton Abdulatifxonning keyingi davrlarda shahzodalar orasida o'zaro taxt talashish nizolari sababli chok chekidan ajrab, ushoq parchilanib, ilgirki shonu shavkatlik saltanatini yo'qotgan Saidiya xonligini o'g'li Shahzoda Nurdinxonning kichik vaqtida qayta birlashtirib, hatto nurg'un istilochilik harbiy yurishlarini elib berib, qo'shni allarni o'ziga qaram qilib, Saidiya xonligining saltanatlik shavkatini asliga keltirishga muvaffaq bo'lgan Sulton Abdulloh xonga Shahzoda Nurdinxonning bu taklifi yog'dek yoqdi. Nervirsini o'ylab o'tirmayla Anjonni istilo qilish haqida yorliq tushirdi va ostondan 5000 otliq,
5000 piyoda xillangan terik ajratib berdi. Hoca Abdullah İşan buningdan kechikib xabar topganda bo'lsa, xon yorlig'i alliburun yetib kelib bo'lgan edi. Ostandan yo'lga chiqqan lashkarlarmi Qashqar shahrining sirtida chedir bargohlarini qurib, Shahzoda Nurdinxonning farmonini kutib turishgan edi. Hoca Abdullah İşanning Qashqardan ayrilg'isi, Shahzoda Nurdinxonning Qashqardan bir qadam neri yo'l atqusi yo'q edi. Shu kunlarda uning asiyodi bir amallarni qilib Shahzoda Nurdinxonni vali ahdilikdan xonlik taxtida o'tirg'izib, o'zi parda orqasida hokimiyat tezginini tutishda edi. Afsus, u bu xom xiyolni amalga oshirish haqida ha deb amal chora izlayotganda o'ylamagan yerdan bu ovorchilikka yo'liqqan edi. Atalıqı buluş süpütü bilen Hoca Abdullah İşan Shahzoda Nurdinxonga hamroh bo'lib bu harbiy yurishga qatnashishga majbur bo'ldi va Qashqardan qiymagan holda ayrildi. Qashqarda texi kashkuz fasli oxirlashmagani bilan hayvatlik Qoraqum tog'larining bag'ridagi terakdavan yo'llarida allaqachon qish fasli boshlanib ketgan edi. Ular ikki tuman sarkarda lashkarlarni boshlab ming yo'l, qorong'ulik, o't sala Çığın aşlardan ötüp terek davaniga yaqinlashganda jondan o'tadigan qahrton sovuqqa duch keldi. Qor lapildab tushyotdi. Shivirgan dahshatlik ushqirtdi. Oq qor ko'k muz bilan qoplangan terek davanida aslida yelin yupuq kiyinadigan lashkarlarning tangdim to'lisining qo'laq putlari ushib ketdi va yo'l yurishi qiyinlashdi. Hatta lashkarlarning orasida muzlab ketib o'lim yetim hodisi ko'rinishga boshladi. Biror sabab tepib Shahzoda Nurdinxonni payildan yondirib, lashkarlarni Qashqarga qaytarib ketishni yo'l bo'yi xiyol qilayotgan Xo'ja Abdullah İşanға bu ish obdalla bahona bo'ldi. Hazrati Ali Shohi Mardon, Musallik Bahodir Vali Ahtab bu qahrdan so'g'ib chidashib beramagan lashkarlarning ohu zoriga bir ajal o'lib ketib qolgan ummatlarning ahvoli qarab yurak bag'rim xun bo'lib ketdi, dedi Xo'ja Abdullah İşan Shahzoda Nurdinxonga qarab ko'ziga liqtir yashagan holda. Bayam ketib etib, ko'zim sal-palla uyquga ilingandek qilib edi. Ko'z oldimda Sajjodaning piri go'zilik var babam Maxtum Azam hazratlarining siymosi zohir bo'ldi. Shundaqla sinchilab qarasam, ul bo'zilik var, sinining jannat makon baboi bo'ziliklari Shavkatlik Sulton Saidxon oliylari bilan muloqotda bo'lib o'tiribdi. Ularning nuroniy chiroyi to'limi sulg'un va parishon. Ranjiganda qilib menga ta'dir qarab oldi. Bu ul bo'zliklarimizning ushbu qorliq davında lashkarlarimizni uchratgan obalchiliklarga bizni sababkor deb qarab ranjiganligi. Shundaqla bu anjan yurishimizni xo'p ko'rmaganligining bishoratidir. Şu hamon bir kashfu karomat qilib, botilni olamga ko'z tashlab edim. Vali Ahtamning suayil yo'ltiga ko'z oldimda to'limi nuroni zohir bo'ldi. Bu Shahzodaning umrining uzun, baxt nisbatining to'limi ziyoda ekanligidan bishoratdir. Ammo ki ulug'larning bishoratiga vojib keltirmay yo'limizni davomlashtirsak, Anjan ziminiga qadam bosib bo'yicha lashkarlarimizning tangdim to'lisining aziz tallari bu qarg'ishdek qorliq davan ostida qolarmikan deb xavotirlanib qoldim. Shunga orqamizga yenib, kelar yili puxtiyarlik bilan qaytadan Farmoniy oliyning yorlig'ini o'rinlasaqmi kechikkan bo'lmasmiz deb o'ylayman. Shahzoda Nurdinxon oldingi kunlar heli qisib, heli muzlab, heli soqsiz bo'lib qolgan bo'lsa-mu, ancha parvo qilmay yoshlik kuchi va jasoratiga ishinib safarni davomlashtiryapti. Mana endi Xo'ja Abdullah İşanning ulug'larning bishoratini shipib keltirib, bartalay o'rinliq sabablarni ko'rsatib bergan. Lashkari yurishni to'xtatish taklifiga nima uchundir johillik bilan qo'shilmadi. Ey janobi Farbuzurek, dedi u tatirib ketgan chiroyiga zo'rg'i kulgi yugurtdi. O'zlari Hazrati Ali Shohi Mardon radhiyallohu anhuning Rasulullahning dushmani mushriklarni jazolash uchun elib borgan g'azotlarda buningdan necha hasli mushkulotlarga duch kelganda qilchilik orsaldi bo'lmay jang qilib nusrat qozonganligini,
Allah'ның madadkor bo'lganligini so'zlab bergan emasmidilar? Oldimizdagi bunchalik xiyim xatar Ali Shohi Mardon hazratlarining oldiga duch kelgan mushkulotlarning oldida qanchalik nimati? Janoblardek valillo pir buzurib turgan yerda hech nimadan g'am emasman. Bu mushkulotlarni dafi qilishimiz uchun karomatlik duolarni aymag'aylar. Eshon shahzodaning oldida ilgari otgan lablarini misol keltirish orqali og'zini bundoq to'g'rilab qo'yganligini faqatla o'ylamagan edi. Şoңlashqa lamjim deyilmay ilojsiz holda lashkariy yurishni davomlashtirishga majbur bo'ldi. Ularning bu xatarlik tog' yo'ldagi qarshi virg'anda davomlashtirayotgan mushaqqatlik safarini bayni cho'milning yo'l mengshiga o'xshatish mumkin edi. Ular her 50 qadam musofani kam deganda birdan lashkarni davondan siyrilib ketish, müdürib ketish, cho'nqur hang jibralarga tushib ketish badaliga besib atadi. Yo'l xatarlik. Ilgirlash to'limu osti edi. Ular ana ashundoq yurib, terak davondan eng xatarlik o'tgan qor tog' eg'izg'ichi bo'lgan 30 chaqirimlik musofani 3 kunda orom bosdi. Mushu 3 kun ichida o'lib ketgan lashkarlarning soni 1000 dan eshib ketgan edi. Qor tog' eg'izga oldin yetib kelgan lashkarlar oqqor, ko'k muz bilan qoplangan bu tilsim o'tkaldan o'tadiganligini o'ylab, vujudi o'lim vahimasidan titradi. Shahzoda Nurdinxonning kesili kundan kunga eg'irlashib ketgan edi. Mana bugun ot ustida faqatla o'ltirardi. Shundaqdimi u Xo'ja Abdulla Eshonning nasihatiga quloq solmay, lashkariy yurishni davomlashtirishda johillik bilan ching turib oldi. Lashkarlar chedir tikishda ishizadigan yog'ochlarni yerga nasolga yasab, uni qat-qat yotgan ko'rpalarning orsiga yotqizib ko'tirib maqdi. Mana 2 osh pishim vaqtdan beri shahzodaning johilligidan botnab qolgan Xo'ja Abdulla Eshon uningga gap qilmay ketib Pat-pat lashkarlarning ahvolini so'rab qo'ygan shahzodami nima uchundir jimib qoldi. Ko'tirib maqgan lashkarlar vali ahdi uxlab qolgan o'xshaydi deb kari bo'lmadi. Bir chaqda vali ahdining g'izoga ishtahasi bor yo'qligini so'rab boqmoqchi bo'lgan Bekavul amir lashkarni to'xtatib, mahkam chunkelgan yotqanni shondaqli qayirib cho'chib ketdi. Xo'ja Abdulla Eshon qatorliq sarkarlarni chaqirdi. Shahzoda Nurdinxon allaqachon o'lib qolgan bo'lib, jasadi muzdek qetib qolgan edi. Ular shahzodaning jasadini quchoqlab bir hazo olli to'g'ri selishib, g'ozi etishgandan keyin qandoq qilish haqida maslahatlashdi. Shahzodaning miyitini ilib orqamizga yonayli, dedi Xo'ja Abdulla Eshon. Shu topda uning qalin qalpoqlari titrab ketib borardi. Uning sovuqdan yoki ochiqdan titrayotganligini hech kim bilmaydi. Shunda qilib Shahzoda Nurdinxonning Anjonni istilo qilish uchun qilgan lashkariy yurishi mana mushundoq yerim yo'lda oxirlashdi. Ammo berishda 2000 dan ortiq, yenishda 2000 dan ortiq lashkarning jasadi Qorqo'rim tog'larining qor muzlari orasida mangulik qoldi. Yana teqi quloq qo'llarini ushitib olgan 3000 dan ortiq lashkar saqiyib asliga kelanmay umrlik meyib bo'ldi. Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonning Shahzoda Nurdinxonni xonlik taxtga chiqarish orqali hokimiyat kezginini qo'liga olib, saltanat surish ham Saidiya xonligi tavasidagi barliq ishqiya so'lkadagi Xo'ja Eshonlarni talto'kis yo'qitib, butkul xonlik va xalqni Soqiya so'lki tasarrufiga elish shirin xiyoli Shahzoda Nurdinxonning bevaqt o'limi bilan butunlay ko'pikka aylangan bo'lsin. Ammo Qashqarning noib amirlik martabasini qo'lga kirgizish orqali buyuk maqsadlarni keyingi kunlarda boshqacha usul bilan ro'yobga chiqarishni ko'ngliga pukkan edi. Afsuski, Sultan Abdullaxon uning bu xom xiyolini yo'q chiqarib, Qeri amir Mirza Mingto'roq cho'rasini Qashqarning noib amirligiga tayinlab yorliq tushirdi. Amalsiz qolgan Xo'ja Abdulla Eshon hasrat ichida ostonaga qaytib kelishga majbur bo'ldi. Shuning bilan Qashqar xalqimi Soqiya sulkidagi Xo'ja Eshonlarning sufi darvishlarning taqibi va zulmidan qutulib erkin nafas oldi.
Mirza Mingturoq Cho'ras shariat yo'lini tutgan, har qanday suluk mazhabni tark etgan. Dilqut xazinasi Yoshlik davrida yakin xonlik madrasasida har xil ilmlarni voyaga yetkazib, mutolaa qilgan xalqparvar, adolatli Sultan Abdullaxonga intayin sadoqatman odam edi. U Amir Kabir Hindukush Mirzaning zamondoshi va yaqin do'sti bo'lib, Hindukush Mirzaga o'xshash Sultan Abdullaxonning har qanday farmonini to'g'ri xato deb ayirib o'tirmay, sadoqatmanlik bilan bajartil o'rinlaydi. Sultan Abdullaxon hokimiyatini qo'llash, xonlikni ro'noq topqizish yo'lida jon tikib ajr so'ndirgan edi. Sultan Abdullaxon Shahzoda Nurdinxonning o'limidan keyin texmi terikkak, texmi gumonxo'r bo'lib ketgan edi. Uningga yiroq yaqindagi hamma amirlari Shahzoda Yo'lbosxon bilan til beriktirib, o'ziga qarshi yo'shurun harakat qilayotgandek to'ylandi. Shunga u amirlarini muqim bir joyda qo'ymay, davomli almashtirib turdi. Shu kunlarda u kimga ishonish, kimga ishonmaslikni bilmaydi. Shahzoda Nurdinxonning o'limidan keyin o'zini yolg'iz, yigani qolgandek his qilgan Sultan Abdullaxon o'z vaqtida taxtni tortib olish xavfi bor deb gumonlanib, qolgan hisobda Jo'ng'or oqso'nliklari ko'p parakandlik serib turadigan Iroq Namrat yurt chalishga hokimlikni belgilab avatgan inisi Shahzoda Ismoilxonni yorliq tushirib, Oqsuning noib amirligiga belgilagan bo'lsa-mu, inisi Ismoilxondan yanada xotirjam emas edi. Shu kunlarda Jo'ng'orlar yurtida panohtab, bir amal qilib Qashqarga qaytib kelib olishning planini tuzayotgan Shahzoda Yo'lbosxon bilan Xo'ja Hidoyatullo Eshon Qashqarning noib amir Mirza Mingturoq Cho'rasini ko'zga qadalgan mix deb bilib, uni bir amal qilib yo'qotish haqida plan tuzayotdi. Ular Jo'ng'or lashkarlarining himoyatida Qashqarga hujum qilib kelsa, lashkariy mahorat va urush tadbirlarida Hindukush Mirzadan qilishmaydigan bu qeyri amirga tang kelinmasligi. Shundaqla Qashqar xalqining o'zlarini qo'llamasligidan ansiraydi. Vujudida bahodirlik, mardlik fazilatlaridan qo'rqinchoqlik, nomatlik fazilatlari ustun turadigan Xo'ja Hidoyatullo Eshon oxir yana hiyla mikr xalqisining og'zini ochdi. Miladiya 1667 yil bechida Sultan Abdullaxon noma'lum yaxshi niyatli kishilar tarafidan qo'lga kirgizilgan Mirza Mingturoq Cho'rasining nomida Shahzoda Yo'lbosxonga Qashqarni topshirib berish, Yo'lbosxonning xonlik taxtiga chiqishi uchun Amir Kabir Hindukush Mirza bilan birlikda kuch chiqarish. Shahzoda Yo'lbosxon Qashqarga kelgan hamon Hindukush Mirza qo'ldagi eng oliy lashkariy huquqdan foydalanib, Sultan Abdullaxonni nazarband qilib, Shahzodani Ostonaga taklif qilish xususida yozilgan xatni topshirib oldi. Ziyoda gumonxo'rlikdan paydo bo'lgan g'azabini besib ololmay, Hindukush Mirzani Ostonada, Mirza Mingturoq Cho'rasini Qashqarda kallasini oldirdi. Hamda Qashqarga o'z qavmidagi amirlardan noib amir qo'yishga ko'ngil to'xtamay, Qirg'iz millatidan bo'lgan Amir Qo'ysari beyitni noib amirlikka tayinlab yorliq tushirdi. Shuningdan boshlab Qashqar shahriga Cho'g'bog'ish urqidan bo'lgan bir turkum qirg'izlar tunji qitim rasmiy makonlashdi. Sultan Abdullaxon Xo'ja Hidoyatullo Eshonning qora xat hiyilisiga yana bir qitim oldinib, o'z vaqtida Saidiya xonligini qaytadan birlikka keltirishga ko'p kuch chiqargan. Nurg'un lashkariy yurishlarda birga bo'lgan. Jangahlarda qon kechib, dushmanning qilich, nayza yo o'qlarga o'zini tutib berib qo'ydigan, xonlikning ro'noq tepishi uchun bir umr yurak qanini sarf qilgan sodiq amirlardan mangulik ayrildi. Mushu echinishlik fojiadan keyin xalqning Sultan Abdullaxonga bo'lgan noroziligi hassalab oshdi. Orda erkanlarning xonga bo'lgan sadoqati va ishonchi suslashdi. Miladiya 1667-yil bosh kuz. Ostona. Orda beg'idagi Huzuri Sabah nomli kuzlik so'rining oldida shahona ravaqda Sultan Abdullaxon yolg'iz xiyol surib o'tirardi. Ravaqning atrofidagi olma daraxtlarida andili qizarib, sarg'ayib pishishga boshlagan olmalar yopirmoqlar orasidan xuddi uyatchan qizlardek maraydi. Sultan Abdullaxonning shu topda bu manzarlardan zo'q og'idek hapsi yo'q edi.
u har qatim Shahzoda Yo'lbosxonning vafosizligini, Shahzoda Nurdinxonning vaqtsiz o'limini esiga olsa, yuragi azobdan o'rtanadi. Vujudini g'am tog'lari besib oladi. Xalqning peshqadam sarkada amirlari Hinduqush Mirza bilan Mirza Mingturoq cho'rasini oldirab o'limga buyurganligidan qattiq afsuslanadi. Ularning o'ziga osiylik qilib, qor yuz Shahzoda Yo'lbosxon bilan yezishgan heliqi mudhish xat eshigiga kelish hamon kallasi tugamas ziddiyatlik xiyollar bilan chigitishib ketadi. Ularni oldirib o'limga buyurmasam bo'pti-ki. Hech bo'lmasa nazarbandib yasoqqa tatgan bo'lsa, so'roq qilib o'z og'zidan bir gap anglab baqqan bo'lsa, Mirza Bobolbek qatorliq bir qism amirlarning ularning gunohini tilib olib, shuncha yolvurishlariga quloq solgan bo'lsam cho'kashki. Heliqi maktubchi amsa. Maqsad muddolari shuncha tafsili yozilgan bo'lsa, ularning menda nima uchun yuz o'rgis kelib ketdikina? Shuncha e'tiborlab, hurmatini qilib, yuqori mansab, martaba berib, shuncha yaxshi muomala qilgandimga ularga. O'g'lim, inimlarimga ishonmagan bilan shularga ishongandimga oxir. Bilgich Xudo. Odamlarning niyat iqbolini tushunib bo'lmaydi ekan. Hinduqush Mirzaning kallasi ilinganligini anglagan Malika Muhtaram xonimning o'rniga kelib, hurkarab yig'lab ketgandi. Yig'lab turib, elishib qopla xalata, butkul jahon sizdan yuz o'risimi, Amir Kabir otam sizga zinhor vafosizlik qilmaydi. Cho'qim yengilishdilar. Ashu xatda bir gap bor deb ayblaganini esiga olsa, oldiroqsonlik, gumonxo'rlik qilganligi uchun o'zini ming martaba ayblaydi. Malika Muhtaram xonim ilk xatni ko'rib boqmoqchi bo'lib edi, xatni hech yerdan topolmadi. Yoki qo'ygan yerini aslayolmadi. Xat g'oyib bo'lgan edi. Malikaning talabi bo'yicha Abdullohxon u xatni izlatdi. Butkul o'rdini yengni izlagandek qidirib etdi. Ammo xat oqdimi yo'q, ko'kdimi yo'q edi. Malika Muhtaram xonim u xatni ko'rib qandoq qilmoqchi ekan-da? Umi hech nima qilolmaydi. Menga o'xshash gangiraydi, taajjublanadi, g'azablanadi shu. Mo'shu ish sabablik mendimi qochib yurdi bu Malika. Qiz bola bo'lgani bilan ming yigitga tegishsiz qiz edi-da. Bir emas, talay qitim qish qoldi. Ammo turli bahona sabablarni ko'rsatib, ko'rishni rad qildi. Xonning yerimi yo'lvas, uningdan neriroq yuray. Menimi yavatmisin yana degdekdi. Ajab uchiq so'zlik, yurak qizdi-da u. Mana hozir men mo'ng'ish bagdak, ish sirimni to'ksam, holmon bo'lish bagdak odamim yo'q. Meni ko'sa amirlar bo'rdan o'rkagan to'shqondek cho'chishidi. İmkon bor o'zini apqochidi. Har bir eg'iz so'zimga xo'sh-xo'shdan boshqani deyishni bilmaydi. Shahzoda Abdumo'minxon g'ayri bir bola bo'ldi. Gap so'rsang, bir eg'iz gapga bir eg'iz javob beradi. Bo'lmasa kun bo'yi jim o'tirdi. Ya o'zining dardini aytmaydi, yo kishining dardiga yetmaydi. Mushundoq g'ayribsinib qolganimda yenimda to'sa, ikki eg'iz tasalli bersa, beshim osmonga yetmasmidi. Chiroyi bo'y basti meni tatqini bilan qo'y payli meni do'rmabdi o bolani. Oqsudagi inim Ismoilxon hozir nima ish qilayotganda? Oqsuning noib amirlik martabasiga tayinlanganligimdan xursandmidi. Yoki umi taxtga ko'z tikvatamdiganda. Yaqindan beri yuz bergan bu bir talay parokandichiliklar xili ko'p amirlarning ishonchisini tavritib qo'ydi ehtimoli. Kuchaning amri Xo'jiyar Qipchoqmo g'ayri so'z harakatlarda bo'lib yurgidek. Uning o'rniga vaqtida amir almashtirib etmasam bo'lmag'idek. Qashqadagi avom fuqaromi amir Qo'ysari beydan bakli norozi emish. Ularni muhim ishlarga qo'yganim xato bo'lmagandi-a?
Belikurt şirketida ovozga ilinib, Belikurt to'g'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yasinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod Xonim nomli tarixiy romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz. Belikurt xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, nashr shaxsiy ibodat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birgalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni bil tutun bil. Belikurt xazinasi